Salom hammaga do'stlar. Mening ismim Jim 4-3. Xo'p do'stlar. Salom. Xo'p, men sizlarga bugun ekranlarni, ya'ni boshqa ekranlarga o'tkazishni o'rgataman. Xo'p, birinchi qani ketdik do'stlar. Birinchi ekranimiz shunday ekan. Xo'p, birinchi ekranimiz o'zimizning yuzimizga beradigan bo'lishi. Xo'p, qarang, endi hozir boshqasiga o'tkazishni o'rgatib boshladik. Qani nastroykaga kirasizlar. Xo'p, kompyuter degan joyga o'rtasi 3 ta tugma beradi sizlarga o'zi. O'shani o'rtasidagisiga o'tkazishchi. O'rtasidagisiga o'tkazish mumkin bo'ladi. Xo'p, o'rtasiga o'tkazdik. Qani boshladik. Mana sizga orqangizga siz odamingizni ko'rsatib turuvchi ekranni berdi. Agar yana boshqasiga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, xo'p, yana o'shalarni bosib chiqib, faqat 3-sini bosasizlar. 3-sini bosgandan keyin qarasizlar, 100 yillarga beradi. U hamma youtuberning ishi bo'ladi. Tak shu videolar shunaqa bo'lib chiqdi. Agar yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yinglar. Meni yaxshi ko'rgan youtuberim Artifact. Shuni bilib olinglar. Hammaga video yoqqan bo'lsa, like va podpiska. Yana qaytaraman, like va podpiska.